yoshlikda qanchadan qancha mehnat va og'irlikni boshdan kechirgansiz. Qiynalgansiz, mehnat qilgansiz, kiyimingiz bo'lmagan opangizni, akangizni kiyimini kiygansiz. Qancha mashaqqat bilan katta bo'lgansiz. Bugun o'zingizga ne'matni ravo ko'ryapsiz. Lekin u og'irlikni farzandlarimiz ko'rmadi. Nevaralarimiz ko'rmadi. Ular tayyor holatda o'syapti. Ertaga qaysidir vaziyatda sizni boshingizga tushgan qiyinchilik ularni boshiga tushsa, ular ham taqvo qilib, chidab, mana shu musibatdan chiqa oladimi? Yo'q. Chunki ular hamma narsani tayyoriga, hamma narsani osoniga erishgan. Shuning uchun farzandlaringizni xudbin taltaytirib, mashaqqatni ko'rmagan holatda katta qilmasligingiz kerak.